Var. Endi prezidentga quloq solamiz. Sadir Japarovga quloq solamiz. Bu odam 10 kun oldin qamoqda edi, bilasiz. Buni revolyutsiya olib chiqdi. Qamoqdan olib chiqdilar. Bu haligi Issiqko'lli haligi hokimini nima qilishda, o'g'irlashda va uni hayotiga chang solishda ayblanib hibsga olingan. Avval 1,5 yil hibsga olingan. Bu Oq uyga bir nima payti oshib o'tgan ekan Reshotkadan. Mana bu bilan birga. Qamchibek Tashiyevovi Reshotkadan oshib Oq uyga bosib kirmoqchi bo'lgan. Bular o'zimizga o'xshagan bir ko'cha yigitlari shekilli bular. Malades. Mana endi bular hokimiyatga kelib birini esimga qo'ydi o'rtog'ini. Mana endi bu bosh vazir prezidentlik lavozimiga kirdi. Buni endi gapiga quloq soling. Sadir Japarov degan yigit ham juda boyvoy, juda adolatli yigit ekan. Endi uni sal yaqinroqdan taniylik, keling, birgalashib. В своем обращении уже в качестве исполняющего обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров определил приоритеты его деятельности. Минувшие дни стали очередным испытанием на прочность независимости, свободы, демократии, многонационального согласия и единства народов Кыргызстана, говорит он. Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания. Такого количества людей разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие против беззакония, против произвола, применения административного ресурса, подкупа и фальсификации страна еще не видела. Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами, единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда. Bu juda og'ir, bosiq. Men buni mana bir hafta 10 kundan beri eshityapman. Bir marta yuzda tabassum ko'rmadim. Juda seriozniy, juda aqlli, juda og'ir, bosiq yigit ekan. Bir marta tabassum ko'rmadim yuzida. Chunki tabassum bo'ladigan hali ish qilgani yo'q. Lekin gaplari mana birinchi eshityapman rus tilida. Juda vizveshinli edi rus tilida. Qarang, nima uchun bu revolyutsiya kelib chiqqani sababini qisqa qilib gapirdi. Bunaqa iflos saylovlar Qirg'iziston tarixida bo'lmagan dedi. Saylovlarni soxtalashtirdingmi? Javob berishing kerak. Со всей строгости закона deydi rus tilida. Mana javob berdi So'rinboy Jeenbekov degan prezident. Davom etamiz. Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово. Любой коррупционер, независимо от его статуса, будет привлечен к уголовной ответственности. Mana har bir korrupsioner kim bo'lishidan qat'iy nazar javob beradi deyapti. Prezident mana shunday gaplarni aytishim kerak va amal ham qilish kerak bunga. Дальше. Джапаров отметил и то, что наконец будет поставлена точка в деле о выводе $700 миллионов из Кыргызстана. А основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной. Ana Matraimovni uyi kuydi. Qayerda u Matraimov hozir? O'zbekiston chegarasida qo'lga olingan dedilar. Qaqa uni berdilarmi? Nima qildilar uni? Davom etamiz. По всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам. И мы сможем предоставить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы. Это не вседозволенность правоохранительных органов. Mana korrupsiya bilan kurash turmalarni to'ldirish degani emas. Ana aqlli gap. Ana aqlli gap. Bizda nima bo'ldi 27 yil? Korrupsiyaga qarshi kurashamiz deb turmalar to'ldirib tashladi. O'zbek xalqi oddiy halol odamlarning hisobiga. Hamma o'g'ri muttahamlar hokimiyatda qoldi. 27 yil mana shunday bo'lib keldi. Дальше. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково.
К слову, ГКНБ уже начал досудебное производство по факту коррупции в таможенных органах страны. В релизе комитета сказано, что в системе ГТС с начала 2016 и по настоящее время со стороны бывшего зампредседателя Раима Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере. Речь. Qarang, davlat bojxona qo'mitasi raisini o'rinbosari Matraimov, bojxona qo'mitasining o'rinbosari 700 million dollar pulni Qirg'izistonga olib chiqib ketgani fakti isbot bo'lgan. Uni hozir bular izlayapti endi. Qamashishsa kerak endi. Mana ko'ryapsizmi? Qoyil qolasizmi? Davom etamiz. Речь была эмоционально, очень грамотная, поставленная и по пунктам понятная для простого населения. Но хотелось бы сказать, чем отличается эта речь. Да? Во-первых, она отличается конкретикой, что будет конкретно посажен Матраимов, названы фамилии, что будут привлечены к ответственности виновные вот ковидом летом, который люди болели, умирали, виновные и понесут какие-то, будет дана правовая оценка. Будет создан специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой Кыргызстана. Все ненужные госструктуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Новое Ortiqcha davlat apparatini hammasini qisqartiraman deyapti. Mana shunday qilish kerak. время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начнем с аппарата президента и правительства. Prezident apparati bilan hukumatdan boshlaymiz deyapti. Xuddi Shavkat Mirziyoyevday. Shavkat Mirziyoyev ham prezident apparat kelgandan keyin men yaqinda Ahmadjon Otajonov bilan gaplashdim va yana boshqa bir ikkita rahbarlar bilan gaplashdim. Islom Karimov davrida biz hokimiyatda bo'lganda prezident apparati hozir 30-40% qisqargan ekan. 5-6 ta yigitlar o'tiribdi kadrlar bo'limida Ismatjon dedi Ahmadjon Otajonov. Biz ishlaganda 50 ta 60 ta o'tirardi hammasi. Mana Mirziyoyev hokimiyatda prezident devonini juda qisqartirdi. Mana bu ham shu gapni aytayapti. O'zbekistondan ko'p narsalarni bu ham o'rganish kerak Shavkat Mirziyoyevdan. Telefon qilib bir kelib ketish kerak bizning yurtimizga bu. Davom etamiz. Сейчас, как отметил исполняющий обязанности главы государства, необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и защитить предпринимателей. И самое главное, конечно, инвестиционный климат тоже самое будет развиваться. Да? То есть все, что нужно, уже сказано. Другое дело, как это начнется работа, я считаю, в этом случае нужно приводить новые кадры во всех сферах. Да? И, конечно, прежде всего не забывать молодежь. Нужно понимать, что помнить то, что молодежь была в авангарде всех событий и 15 года, и 17 года, и вот сейчас тоже. Поэтому они заслуживают всего того, что, вот, например, они сохранили наш город. Окопившиеся проблемы многие руководители откладывали в долгий ящик, результатом чего стала неготовность системы здравоохранения к пандемии коронавируса. Сейчас начнется ревизия по кредитам, взятых на борьбу с COVID-19. Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а не прозрачный механизм их распределения, основой для системной коррупции в системе государственного управления. Mana shu gapni O'zbekistonda ham qilish kerak. O'zbekistonda ham Covidga ajratilgan pullarni Davlat xavfsizlik xizmati Abdusalom Azizov rahbarligida Botir Tursunovni Sinchkov nigohi ostida tekshirishlari kerak. Mana shu muammo O'zbekistonda ham bo'lganiga men yuragim ishonadi. Men nimalarim bor, meni xavotirlarim bor. O'zbekistonda ham juda katta pul, viloyatlarga tarqatilgan pullar, budjetdan qancha pullar o'marilgani haqida axborot agentliklarida, nashrlarimizda xabarlar chiqdi. Lekin bosh prokuror hali bu bo'yicha bizga axborot bergani yo'q. Davom etamiz. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятые на борьбу с COVID-19. И это... Ana, kreditlar tekshirish kerak. Covid bo'yicha qancha pul berildi? Ular qayerga ketdi? Mana prezidentni mana shu yo'llarini men juda qo'llab-quvvatlayman.
только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни. Акцент в своем обращении Садыр Джапаров сделал на том, что криминал перестанет диктовать свои условия. Qarang, menga kriminal qo'li bilan keldi bu yigit deydi muttahamlar. O'zlari kriminal ekan ular. Bu nima deyapti bu? Отныне криминал не будет диктовать свои условия государству deyapti. Diktavat qilgan ana u So'rinbek Jo'yinbekovmi? U qo'rqoq odam ekan. U jinoyatchilarni diktovkasi bilan ishlagan. Ana ketdi. Bu prezident aytayapti. Endi deydi Qirg'iziston hokimiyatini diktovka bilan jinoiy guruhlar yurg'iza olmaydi deyapti. Mana ko'ryapsizmi qanaqa haqiqatlarni biz bilib boryapmiz. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Ana bugundan boshlab men prezident ekanman degan gap bor. Bugundan boshlab kriminal diktovkasiga yo'l qo'yilmaydi deyapti Qirg'izistonda. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах. Ana biznesni u yoki bu regiondagi faoliyati uchun kriminal nimalar ruxsat berish kerak deydi, pulini olib. Endi unaqa narsalar bo'lmaydi deydi. Bor ekan sani ukajon, nimaga sen qamoqda o'tirding shuncha yil? Mana qoyilmisiz? Mana adolat. Mana inqilob. Mana Qirg'iz xalqini jasorati. Qamoqqa buni tiqishgan ekan spetsialni, adolatli yigit bo'lgani uchun. Qamoqqa tiqishgan. Mana xalq olib chiqdi qamoqdan. Mana qanday odamlar hokimiyatga keldi Qirg'izistonga. Davom etamiz. Борьбу с криминалом аналитики называют одной из наиболее актуальных сегодня задач. В этом плане он тоже четко расставил моменты, что криминал будет задавлен, криминал не будет диктовать свои условия бизнесу, и, следовательно, иностранный капитал и бизнесмены, которые занимаются вот этим бизнесом, они должны быть защищены. Я думаю, что в этом обращении было четко расставлены акценты. При этом молодежь станет активным проводником в государственной политике. Именно талантливые и прогрессивные молодые люди будут вершить будущее страны, отметил Джапаров. Будет в корне изменена кадровая политика. Молодежь уже доказала конкурентоспособность на политической арене. Исполняющий обязанности главы государства Садыр Джапаров заявил, что все свои возможности, знания, профессиональный и жизненный опыт направит на созидание и развитие страны. Но для выхода из кризиса нужна поддержка народа. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Алату 24. Mana sizga qoyilmisiz? Mana qanaqa rahbarlar Qirg'izistonga keldi. Men bugun chin yurakdan olis Kanadadan turib jasoratli buyuk Qirg'iz xalqini mana shu inqilob bilan va mana shunday adolatli haqiqiy rahbarlar bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Endi Qamchibek Tashiyev bir Toshkentga kelib Abdusalom Azizov bilan Botir Tursunovlar bilan uchrashib, O'zbekistonda bular keyingi 4 yilda mana shu Qirg'izistondagidek jinoiy kortejlar bilan yurardi. Hammasini yo'q qildi bular. O'zbekistonda juda katta, bugun O'zbekistonda hech qachon kriminalitet diktovka qilmaydi. Mana shular ham ana shu yo'lni tanladi. Lekin keyingi paytda Shavkat Mirziyoyev 4-yilga kelib, 3-yilga kelib kriminalitetlar bilmadim, ovozi o'chgandir, lekin korrupsionerlar qimirlab qoldi ular. Ko'ngilchanlik qilyapti Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari va bosh prokuror Nig'matullo Yo'ldoshev. Korrupsioner mulozimlarga nisbatan Qamchibek Tashiyevday, Sadir Japarovday qattiq turishimiz kerak O'zbekistonda. Boshqa hamma ishlarimiz yaxshi, ular kelib bir o'rganib ketish kerak. Prezidenti Mirziyoyevning oldiga kelib bir 2 soat suhbat qilish kerak. Mana bu nimasi Qamchibek Tashiyev, Abdusalom Azizovning oldiga kelib bir maslahat olish kerak. O'zbekiston eng yaqin do'sti, bular bizda tajriba katta. Ular kecha keldi, bizlar 4 yil oldin keluvdik hokimiyatga. Bular inqilob bilan keldi, lekin bizlar evolyutsion yo'l bilan kelib, mana shular qilgan ishni qildi O'zbekistonning yangi hukumatı. Bugun O'zbekiston tamomila o'zgardi. Lekin mana bu Japarovday, mana bu Tashiyevday qattiqqo'llik bizga yetishmayapti. Uni ham tan olishimiz kerak. Qattiqqo'llik, prinsipiallik bizga yetishmayapti.
Shavkat Mirziyoyevning atrofidagilar juda ko'plari eski davr odamlari. Ularni hali qayta tarbiyalash qiyin bo'lyapti bizda. Ana shularni ham hisobga olishimiz kerak. Prinsipiallikni kuchaytirishimiz kerak. Nig'matullo Yo'ldoshevlarni qayta tarbiyalashimiz kerak. Agar ishdan ololmasak hozircha. Ular ham Nig'matullo Yo'ldoshev ham kabinetda turib taqillatish kerak. Men bor ekanman, kriminalitet uyi kuyadi, korrupsiyani uyi kuyadi deb qattiq stolni taqillatib gapirish kerak. Nig'matullo aka stol taqillasa qo'rqib turadigan odam. O kishini shu yuzi ko'zidan sen menga tegmasang, men senga tegmayman uka degan bir nima ufurib turadi. Juda ham ko'ngilchan, juda bir yaxshi bir odam. Bu kishi bir qayerga rahbar bo'lishi mumkin? Bu kishi tabiatni muhofaza qilish jamiyatlariga rahbarlik qilib, xayol surib ko'chalarda, tog'u toshlarda yurish kerakmi? Yoki bilmadim qaysi ishga bu kishi munosib. Lekin bosh prokuraturada bunaqa spokойный odamlar o'tirmasi kerak. Odamlarning taqdiriga befarq qaramasi kerak. Nig'matullo Yo'ldoshevday, xuddi Qamchibek Toshiyevday, xuddi anavi Sadir Japarovday yonib ketish kerak adolatsizlik ko'rganda rahbar odam. Demak, aziz do'stlar, Qirg'iziston haqida biz bugun mana nihoyat bir qarorga keldik. Demak, hozircha Qirg'izistondan kelayotgan xabarlar bizni qalbimizga ajib bir nimalar, mujdalar olib kiryapti. Yaxshi Qirg'iz xalqi baxtli bo'lsa, Qirg'iz xalqi kriminalitlardan qutulib, o'zini jamiyatini sog'lomlashtirib, O'zbekistonni og'am deb, do'stim deb, qadrdonim deb, Qirg'izistondagi o'zbeklarni mana bu oldingiday haligi qilmay, ko'kragidan itarmay, bir jonu, bir oila, bir nima bo'lib inoq yashasa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Lekin eng muhimi bizning qalbimizda davlat xavfsizlik xizmatiga va prezidentlikka juda halol xalqning ichidan chiqqan, o'zlari adolatsizlik qurboni bo'lgan odamlar keldi. Sadir Japarov qamoqdan chiqib bugun prezidentlik qilyapti. Qoyil qolasizmi? Mana xalq mana shunday imkoniyatlarni yaratib bera olishi kerak. Ana shunda bu xalq bo'ladi. Haligi olomon bo'lmaydi. Xalq bo'ladi. Qirg'iz xalqi o'zini xalq ekanligini isbot qildi. Yo'ling oq bo'lsin mening qirg'izim. Ertangi kunlaring porloq bo'lsin mening qirg'izim. Demak, Qirg'izistonda bo'layotgan voqea hodisalarni endi umid bilan, quvonch bilan va hayajon bilan kuzatishda davom etamiz. Bugungi dasturimiz mana shu yerda yakun topdi. Bizda bugun yakshanba. Xo'p, shanba oqshomi yakshanbaga o'tar kechasimiz. Sizda aziz O'zbekiston ona vatanim. Demak, yakshanba tongi otdi. Yakshanba tongingiz muborak bo'lsin. Dushanba tongiga qadar xayrlasamiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim. Demak, O'zbekiston va Qirg'iziston juda yaqin munosabatlar o'rnatgan, ayniqsa Shavkat Mirziyoyev bilan bu yosh yigit yaxshi munosabat o'rnatsa o'ziga yaxshi bo'ladi. Chunki Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston bugun Markaziy Osiyoda, O'rta Osiyoda lideruющий rolda. Ya'ni oldin Nazarboyev edi, mana bu Jumart Toqayev, Jumart bir nima Toqayev, u odam sal qattiq qo'llik qilib nima bo'lyapti? Dobenkalarni ko'p ishlatyapti. Menga yoqmayapti bu. Jumart bir balo Qosimov. Bu Mirziyoyev hozir liderlikni qo'lga olyapti. Shavkat Mirziyoyevdan kelib Sadir Japarov, Qamchibek Toshiev, Abdusalom Azizovdan Sadir Japayev Mirziyoyevdan saboq olib, dars olib ketsa, uzoq ishlaydi bular. Qirg'iz xalqiga mana shu borada biz omad tilaymiz. Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqea hodisalarini olis Kanadadan turib kuzatishda davom etamiz. Omon bo'ling aziz vatandoshlar, dam olish kunlaringiz yaxshi o'tsin.